Assalomu alaykum hammaga. Olib qolgan 10X mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu mashinaga Starline signal jasasini qo'yib berdik. Mashina заводской kaltdan, beskilchovi do'stdan, telefondan boshqariladi. Mashinani yopgan payt 4 oynasini yopadi. Telefondan dunyoni xohlagan joyidan ochib yopib zavod qilsak bo'ladi. Приложениyaning tepa qismida mashinaning sostoyaniyasini ko'rsatib turadi. Pastida mashina qattiq turibdi, qatdan qattiq yurganlarni ko'rsatadi. Shu kartani yon tomonga o'tkazdiradigan bo'lsak, salonchidagi klimat, podогрев сидения, podогрев rullarni yoqsak bo'ladi. Podогрев сидения, rul, klimat tanlaymiz. Xohlagan gradus yozgi kunda sovuq, qish kunda issini yoqib qo'yib, zavod qilamiz mashinani. Hop, yoqdik. Ko'rishingiz mumkin podогрев сидения, podогрев rul и klimat kontrol 24 qo'ydi, 24 gradus ko'rsatadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.